qolgan ginekologlar bo'ldi, san davolamaymiz, hech qanaqangi og'ir ish qilish kerak emas, yozib bergan lichinalarimni olyaptilar. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Men Go'zal Ahrarovna, 10 yildan ortiq stajga ega ginekologman. Keling, sizlar bilan bugun homiladorlikda qon ketish sabablarini gaplashamiz. O'zi normada homiladorlikda qon ketadimi? Birinchi trimestrda, ya'ni homilani bir haftaligidan 12 haftaligigacha bo'lgan srokda qachon qon ketishi norma hisoblanadi? Qachonki bachadon anomaliyalari bo'lganda, ya'ni ikki shoxli bachadon, ikkita endometriyli bo'lganda, ana ularda homiladorlik davrida birinchi trimestrda har oy hayz kelishi kuzatiladi. Bularda norma hisoblanadi. Aslida esa homiladorlik davrida qon umuman kelmasligi kerak. Faqatgina o'sha birinchi trimestr davrida bachadon anomaliyalarida kuzatiladi. Ikkinchi trimestrda, ya'ni 12 haftadan 18 haftagacha bo'lgan oralig'ida agarda homiladorlikda qon ketsa, bu homila tushishini belgisi hisoblanadi. Qonni rangi jigarrangmi yoki qizilmi, oliy qon farqi yo'q. Bular hammasi homila tushish xavfini bildiradi. 3-trimestrda 18 haftadan o'sha 40 haftagacha bo'lgan srokda agar qon ketish bo'lsa, bunday qon ketishlar bachadondagi yo'ldoshni qo'chishidan kelib chiqadigan qon ketishlar hisoblanadi. Buni xavfli tarafi 1-2 trimestrdan ko'ra ko'proq bo'ladi. Sababi 3-trimestrdagi qon ketishlar ko'pincha o'sha yo'ldoshni qo'chib qolganligini belgisi, buni oqibatida esa juda ham kuchli qon ketish va homilani nobud bo'lishigacha olib kelishi mumkin. Buni xavfli tarafi kichkina srokdagi qon ketishdan xavflisi buni homilani nobud bo'lishi yoki bo'lmasam juda kuchli qon ketish va kerak bo'lsa asorati bu bachadonni olib tashlashgacha olib kelishi mumkin. Bu oxirgi eng og'ir asoratlardan biri hisoblanadi. O'zimni patsientlarimdan homiladorlik boshlangandan qon ketgan ularda homiladorlikning 2-trimestrigacha qon ketgan. Qon ketkish natijasida homilada gematoma, o'sha qo'chib qolgan joyda gematoma, juda katta gematoma bilan даже uni boshqa ginekologlar bolani olib tashlash tavsiya qilishgan. Lekin u ayol 3 yilda homilani ko'targanligi sababli bu homila unga kerakli bo'lgani uchun menga murojaat qildi. Bu homilani saqlab qoldim. Homilani oxirigacha menda olib bordi kuzatuvimda va o'zlari tug'ib oldilar. Xudoga shukr, bola ham, ona ham sog'lom. Yana bir bemorim keldilar. Ularda ham xuddi shunday kutilgan homiladorlik, 4 yilda bo'lgan homiladorlik, homiladorlikni boshidan qon ketish bilan keldi bular. Ya'ni homila tushish xavfi juda ham yuqori bo'lgan. Boshqa ginekologlar ularni davolamagan. Bu bola bo'ldi, tushib ketadi, sanda yashamaydi deyishgan, lekin uzoq yillar kutilgan homiladorlik bo'lgani uchun menga iltimos qilib keldilar. Men nazoratimga oldim. Hamma dori-darmonlarini yozib berdim. Hamma aytganimni qildilar, vaqtida qildilar. Mana kecha kuni keldilar, o'ziga tushdik. Homilani yurak urishi bor. Yurakchasi uryapti, bola yaxshi, 6 haftali bo'ldi. O'zi ham xursand, yig'lab ketdilar. Ko'pincha uzoq yillar davomida homilador bo'lmasdan turib homiladorlik kuzatilgan ayollarimizda xuddi shunday holat bo'ladi. Ya'ni homiladorlik davrida qon ketib yurish, homilani tushib qolish ehtimoli yuqori bo'ladi. Sababi organizmi mana shu homiladorlikka to'liq hali moslashmaganligi va ayol kishidagi progesteron gormonlarining yetishmovchiligi natijasida bachadon homilani chiqarib tashlashga harakat qiladi. Agarda sizda ham yuqoridagi muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, ko'pchilik ginekologlar homilani saqlab qolmaslikni va tushirishni tavsiya berayotgan bo'lsa, meni qabulimga kelishingiz mumkin va natijalarini o'zingiz qabulimdan so'ng ko'rishingiz mumkin. Agar meni ham qabulimga kelishni xohlasangiz, pastdagi nomerlar orqali bizga bog'lanishingiz mumkin.